Mike Taysonning rekordlariga nazar tashlaymiz. Og'ir vaznli bokschilar o'rtasida jahonning eng yosh chempioni. 20 yoshi 144 kunligida chempion bo'lgan. Og'ir vaznli bokschilar o'rtasida jahonning eng yosh mutlaq chempioni. 21 yoshda chempion bo'lgan. Professional faoliyatini boshlagandan keyin eng qisqa vaqtda jahon chempioni bo'lgan bokschi. Jahon chempioni bo'lgunicha 1 yil 8 oy. Mutlaq jahon chempioni bo'lgunicha 2 yil 5 oy vaqt o'tgan. Boks tarixida 3 ta asosiy yo'nalish kamarini ketma-ket yutgan birinchi va yagona bokschi. Boks tarixidagi eng ko'p gonorar olgan og'ir vaznli bokschi. Mutlaq chempionlikni 6 marta himoya qilgan yagona bokschi. Eng ko'p qisqa muddatda nokautni amalga oshirgan bokschi. U 9 marta raqiblarini 1 daqiqaga yetmasdan nokautga uchratgan. Boks tarixidagi 6 ta eng ko'p gonorar berilgan janglarning barchasida ishtirok etgan bokschi. 3 marta birinchi raundning o'zidayoq raqibini nokautga uchratib, chempionlik kamarini yutgan yagona bokschi. O'smirlar o'rtasida o'tkazilgan Olimpiadada eng tezkor nokaut, raqibini 8-soniyada nokautga uchratgan bokschi. Boks tarixida og'ir vaznlilar orasida eng ko'p gonorar olgan bokschi. Bu rekordlardan ikkitasi eng yosh jahon chempioni va eng ko'p tezkor nokautlar uchun u 2 marta Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan.